Chak-chaklaringiz buralib chiqmayaptimi? Unda bu videoni saqlab qo'ying. Video davomida sirlarni aytib o'taman. Birinchi bo'lib tuxum bilan sodani ko'pirtirib olamiz. Ustiga unni elab solamiz va avval lapatkada aralashtirib, xamirni stolga to'kib, oz-ozdan un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirni mushlamasdan xuddi videoda ko'rsatilgandek yaxshilab ishlaymiz. Yana tindiramiz, yana xuddi shunaqa tarzda xamir bilan ishlaymiz. Bu birinchi siri. Xamirni yoyib, yarmiga yog' surib, qolgan yarmini yopib, 1-6 cm kesib olamiz. Xamirni videoda ko'rsatilgandek qotirib olamiz. Bu ikkinchi siri. Qiyom uchun shakar bilan suvni qaynatamiz. Qiyom tayyor bo'lganini bilish uchun muzli suvga tomizib ko'rasizlar. Suvning tagida yoyilib ketmasdan yig'ilib qolsa, demak tayyor bo'lgan bo'ladi. Keyin asalni qo'shib, yana 5 minut qaynatamiz va o'chiramiz. Qiyomimiz tayyor. Endi chak-chaklarimizni qizib turgan yog'da pishirib olamiz. Shu joyda bitta like bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Chak-chaklarimiz pishdi. Endi ularni sortirovka qilamiz. Buralganlarni ustiga yasatish uchun alohida ajratib qo'ydim. Qolgan chak-chaklarga ustidan qiyom qo'yib aralashtirdim. Tarelkalarga solib, oyijonim yasatib qo'yibdilar. Chak-chaklaringiz yaltirab, chiroyli ko'rinib turishi uchun ustidan qiyom surib olamiz. Ko'rsam, bu bilan buni farqini bu yaltirab turibdi. Shunaqa retseptlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'linglar. Yana qanaqa retseptlarni ko'rsatishim xohlaysizlar kommentariyada yozib ketinglar.